arzimagan sabablar bilan oilasini buzish bu yaxshi narsa emas. Nima sababdan buzilgan oila? Shu kibrga berilgan, kibr orqali biz ajrashib ketganmiz. Juda ham taqdiringiz chigal ekan, ukajonim. Asabiy ham bo'lib qolibsiz-a? Onasiga xizmatini qilmabdi. Qilmagan. Va qaytar dunyo onasi mana shu jigar sirozi bilan olamdan o'tdilar. Yana kelinni o'zi ham yana qaytadan mana shu kasalga chalinibdi. Ko'ryapsizmi? Avvalambor buni qaynatamga mingdan ming rahmat. Mana qaynam paralej bo'lsa ham qo'ldan kelgan yordamni qildi. Ayollarni ko'mganda ham baribir o'sha ahli ayollari ko'pincha shu erkaklar bilan birga bo'lar ekanda ruhi. Kelayotgan chog'ingizda ham ajab emas. Mana shu yergacha kelib hozir bizni kuzatib turgan bo'lsa ham, ilohim joyi jannatda bo'lgan bo'lsin. Kitobni yopamizmi? Yopamiz. Yopdik kitobni. Yangi sahifa ochyapmiz. Xudo xolasa. Muborak bo'lsin. Rahmat. Siz oilaviy sharoitingizni aytib, hozircha farzandlarni qarovsiz qolayotganligini ayting-da. Ishsiz qoladi-da. Qarzim bor bo'ynimda. Qarzimni berishim kerak. Ha, ayolingiz uchun olgansizda. Ayolim uchun hamma yerdan olgan qiyin. Onalarim bor. Avtohalokatda erkak kishi bilan ayol kishi bir xil qon yo'qotgan, lekin erkak kishi qazo qilgan. Ayolga balo ham urmagan. Maqsadim bu yerga kelganim bu uylanish sirasi deyish emas. Hozir onam ham pensioner, to'g'risi bir oyog'i oqsoqlab og'riydi. Albatta. Ketsangiz, ikkita bola onani qo'lida qolib ketadi. Onam o'zim eplayman dedi. Qanaqa qilib eplaydi To'xtamurod aka? Ona bechora o'zi nafaqada ekan zo'r yurarkanlar. Endi ish qayerqa desa shaqa ekaga komandirishni jo'natyapti. Ayolini yo'qotish nima ekanligini faqat o'sha ayolni yo'qotgan erkaklar biladi. Shunda chiroyli moviy ko'zli qizimiz bor ekan u Samarqand Azimda, Pastarg'onda. Xo'jayin ikkalamiz ichki kuyov qilmadik, xohlamadik. Qizim ham borib qaynatasini xizmatini qilsin. O'zim yaxshi yomon kunlarini ko'rsin. Uylanmagan yigitga tegmoqchimi yo Taqdiri? Taqdiri, mana eng yaxshi javobdi. Yaxshi gap. Yaxshi gap. Menga yoqdi shu gap. Xo'jayinim aytdi, agar uyiga muhtojlik sezsa, hovlimdan joy beraman, lekin uzuq mehnatimdan qurib olsin shu uyda dedi. Uy joyini ham tashladingiz. Uy kvartiraga o'sardik. Qizim titraganda gapirmay qoldi, rosa sovuq kun edi. Sovuqqa qotib qoldi, lablari titrab umuman o'z holatini yo'qotdi. Uyi bo'lmasa, joyi bo'lmasa nimasiga ichadi? Ichib urardi. Oxirgi martasida begonalar ichiga ichib olib kirgandan keyin men o'zim begonalar ichiga olib kirdi. Endi o'zini ahli ayolini ham shunaqa qiladimi? Tushundik qizim. Uzr so'rayman yaralaringizni tirnaganim uchun. Yor dasturi odamlar o'ylaganchalik yengiltak ko'rsatuv emas qizim. Bu o'sha dardlilar uchun. Bu o'sha yolg'izlar uchun malham bo'la oladigan jamiyatdagi eng kerakli ko'rsatuv. Ayol suysa dildan suyadi, agar kuysa chindan kuyadi. Lekin yonsa qaqnus misoli oqlaridan dunyo yonadi. Hayhot ayol qalbini o'yinchoq qilmang. O'sha ajdarga aylantirmasdan oldin harakatingizni qiling. U sizga yerda o'rmalab ilonday xizmatingizni qiladi. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195 6000. Assalomu alaykum. Umr va misoli oqar daryo deyishadi. Ammo mana shu qisqa umr davomida har bir inson chinakamiga bir insondek yashab o'tishi, lahzalarda baxtiyor bo'lib, lahzalarni ushlab qolish baxti barchaga nasib etsin deb bugungi dasturimizni boshlaymiz azizlar. Demak, yor dasturini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum azizlar. Umrimiz bekor o'tib ketmasin. Har bitta o'tgan kunimizdan qandaydir bir chiroyli iz qolsin azizlarim. Assalomu alaykum azizlar. Baxtini qidirib yurganlar tez topolsin. Va albatta mana shu muqaddas go'shangamizga qadam ranjida qilib, bugun baxtimni toparmikinman? Bugun taqdirim kulib boqarmikin? Yolg'izlikka bugun chek qo'ylar ekanmi deb kelgan har bir bizni ishtirokchilarimizga ilohim baxt kulib boqsin deb bugungi dasturimizni boshlaymiz azizlar. Va albatta sizdek Telegram qarshida bizni kuzatib turgan hoji onalarimiz, Allohni uyiga borib tabarruk yoshlarga kirgan hoji otalarimizdan duolar so'rab qolamiz. Duo qiling. Albatta mana shu go'shangida bugun yor sadolari yangrasin. Azizlar, dastur boshida biz hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demakki, bizning har galgi hamkorlarimiz Qamar kitob savdo do'koni,
xalqimizni ma'naviyatli, ma'rifatli qilish uchun bel bog'lagan azizlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, ajoyib liboslarni taqdim etayotgan Volidam kiyimlar do'koniga va albatta Samiya Collection va Kibili Home'ga ham. Biz esa kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Hoshimjon Ibrohimov 37 yoshda ekanlar. Asli Andijondan ekanlar. Hozirda esa Toshkent shahrida istiqomat qilar ekanlar. Ajrashgan ekanlar, lekin ming afsuski, murabbiy bo'lib faoliyat yuritar ekanlar. Keling Hoshimjon. Assalomu alaykum. Shu ko'rsatuvni boshlaganingiz uchun rahmat. Lekin bitta narsaki, ko'rsatuvni ochilgani yaxshi. Yolg'izlikka chek qo'yiladi deyapmiz. Ammo arzimagan sabablar bilan oilasini buzish bu yaxshi narsa emas. To'g'ri. Nima sababdan buzilgan oila? Meni oilam buzilgani sababchi shu bir-birimizga oilaviy munosabatimiz qanday. Ular boy oila bo'lgan. Ha. Men oddiy o'qituvchi oilasi bo'lganman. Aha. Ular mensimagan, haligi nima desam, shu kibrga berilgan, kibr orqali biz ajrashib ketganmiz. Uylanayotganingizda bilmovmidingiz buni? Bilganman. Endi bizni ko'ngil bo'lgan shu paytlarda Bir-biringlarga. bir-birimizga ko'ngil qo'yib, shu bir-birimizni yaqin bilib turmush qurganmiz. Yo'q, men gapingizga qo'shilmayman. To'xtamurod aka sizchi? Omin opa sizchi? Yo'q, endi bir-biriga yaqin insonlar yo'qchilikda ham, borchilikda ham bir-birini tushunib yashaydi-da. Bu birinchi masala. To'xtamurod aka, marhamat. Siz birga o'qimaganmisiz mabodo? Yo'q, bitta maktabda o'qiganmiz. Ana, eng chatag'i shunda-da. Bitta maktabda o'qigan bo'lsangiz, siz uni boyligini ham bilgansiz, karandumoligini ham bilgansiz, kattachiligini ham bilgansiz. Qanaqa hamma narsani bilib bo'lib, endi uylanaman dedingiz shu paytda. Yo'q, o'ylanib bo'lgan yana. O'yini bo'lgan bu. Uylanishdan oldin. O'ylanishdan oldin. Endi Hoshimjon, bu ikkita variant-a. Uchinchi variant. Majruh degan kinoni ko'rganmisiz? Majruh eslolmayman. Men sizga eslataman. Shahzoda o'ynagan, Ulug'bek Qodirov o'ynaganda adashmasam. Eslaysizmi? Shahzodani 2 oylik umri qolgan bo'ladi va Ulug'bek uni bilib turib o'ylanadi unga, boy qiz bo'ladi. Chunki bunga pul kerak bo'ladi Ulug'bekka. Ko'rgansiz-a? Lekin nima bo'ladi oxirida? Oxirida shu anaqa birga bo'lib ketadi-da. Chinakkamiga sevgi paydo bo'ladi. Avvaliga majburiyat, hayotiy zarurat. Ulug'bek Shahzodani ko'nglini topadi. Siz o'sha kelinni ko'nglini topmagansiz, ukam. Men rasa kirdim. Ha. Ota-onam bor paytida men rasa yalindim. Jensivet raislari hammasi birgalikda shu bir nafar farzandim bor, shu yetim bo'lmasin, oilamni tiklayman desam, dadasi aytadi, onasi biladi deydi. Onasidan so'zim akalari biladi. Maslahat qilaylik, hali basketbol kaptokini otib o'ynaydi. Oxiri zerikdim, mana boshqa bo'ldim. Onam rahmatli jigar seroz bo'lib to'shakka mig'lanib yotib qoldilar. Shunda ham keliningiz chiqmadi. Unda ham mayli kechirdim. Oilam tiklansin dedim. Desamki, o'zi aylanib o'rgilib, endi men ko'rmadim, anaqasini ayta olmayman, lekin kasal bo'lib qoldi o'zi. Keyin men qonuniy zaksim bor edi, nikoh ajrashmaganmiz. 2012-yildan beri yashamaymiz. Keyin men chiqdim. Shunaqa dedim, oilamni tiklay, bo'lmasa dedim, ajrashaman dedim. Jensivet hamma uchastkovoy hamma bilan kirdik, kelsak, onasi aytdi, bemalol ajrim bo'lib, ajrashib uylanavering. Qizim hayotga yaramaydi, yashamaydi qizim dedi. Kasalmi? Kasal. Qonuniy ajrashishga majbur bo'ldi. Bola kimda? Unda 9 oylik bola chiqib ketgan, shu men hali beri u bolani tanimayman, ko'rsatmaydi. Maktabga boradimi bola? Maktabga boradi. Maktabga borib ko'rsangiz bo'ladi. Maktabga men Andijonga borib, maktabga borib ko'raman desam, boshqa maktabga ko'chirib yuboradi. Maqsad ko'rsatmaslik. Bola bechora ham qiynaladi. O'zim ham ko'nglim sovib ketdi, to'g'risi. Andijonda yashadinglarmi? Turmush qurganda? Andijonda, Toshkentda yashadik. Toshkentda ikkalaylik yashaganda ko'nglini olmabsiz-da? Yo'q, Omin opa. Onasiga xizmatini qilmabdi. Qilmagan. Va qaytar dunyo onasi mana shu jigar sirozi bilan olamdan o'tdilar. Yana kelinni o'zi ham yana qaytadan mana shu kasalga chalinibdi. Ko'ryapsizmi? Qadrli kelin poshshalarimiz, o'zim o'rgilaysizlarni boringlarga shukr. Lekin sizlardan iltimos, mana shu qaynonani baribir duosini olish kerak. Baribir duosini olish kerak, lekin qaynonalar ham endi Omin opa qaysidir ma'noda ular ham baribir o'sha kelinni qizida ko'rish kerakda, To'xtamurod aka. Yo'q, yomon bo'lsa ham qaynonani ona deb bilish kerak-da. Yomon bo'lsa ham. Juda ham taqdiringiz chigal ekan, ukajonim. Asabiy ham bo'lib qolibsiz-a? Hoshimjon, har qanday vaziyatda ham har bir inson. Men dastur boshida aytib o'tdim,
hozir endi siz qatnashyapsiz, baribir hozir juda hayajon bilan siz baribir e'tiborsiz qabul qilasiz so'zlarimizni, lekin shunday bir paytlar keladi, YouTube tarmoqlaridan olib baribir ko'rasiz. Har bir lahzani ushlab qolish kerak. Har bir lahzada baxtiyor bo'lish kerak. To'xtaverdik, Amin opa. Chunki biz insonlar mana shu lahzalardagina baxtiyormiz. Butun umrimiz davomida emas. Hozir 5-sinfga boradi-da bu yil. Men lekin tanimayman, ko'rmaganman, menga ko'rsatmagan. Ko'rgis keladimi? Mana shunga men izoh berib ketay shu bolani gapiga. Marhamat. Odamni mehri ko'zida. U bolani ko'rsatmagandan keyin buni mehr to'lanmaydi. To'lanmaydi. Toki seni bola Agar emas. 1 yoshda bir marta ko'rsa, 2 yoshda bir marta, 3 yoshda bir marta ko'rsa, mehri to'lanaveradi. Ko'rgan sari. Unda kematsa ham boradi. Xotiningiz kasal ekan, endi Kasal. sobiq xotiningiz. Bolaga kim qaraydi? U oilasida ko'pchilik ular. Shu o'zlari Endi siz qaraydi. otasiz, qonun bo'yicha agarda bolani boqishga xotiningiz yaroqsiz bo'lsa, siz bolani o'zingizga olishga haqqingiz bor edi-da. Haqqim bor edi, endi ancha yillar o'tgandan ko'nglim sovib ketib, tek o'ziga qo'yib berdim. Men hattoki nomlaringga ol dedim, nomimdan, familiyamdan o'chirib yuboraman desam ham, endi mendan haqiqiy qutulay bo'lmasa, senlarga bo'lib ketsin desam ham, yo unga yo bunga ko'nmaydi. Endi ayni shunday bo'ldi-da. Kitobni yopamizmi? Yopamiz. Yopdik kitob. Yangi sahifa ochyapmiz. Xudo xolasa. Muborak bo'lsin. Rahmat. Va Allohim qutlug' qilgan bo'lsin ilohim. Undan oldin esa biz yana bir kuyovlikka nomzodimiz bor ekan. Ahmad Xudoyberdiyev, keling. 35 yoshdalar. Sirdaryo viloyatidan ahli ayollari vafot etgan, 2 nafar farzandlari bor. Qurilish firmasida ustachilik qiladilar. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasizlar. Yaxshimisiz Ahmadjon? Yaxshi keldingizmi? Sirdaryo viloyatining qayerdansiz? Oqoltin tumani. Oqoltindamisiz? Nima qilib vafot etdilar ahli oilangiz? 4,5 yil shu jigar sirrozi bo'lib qoldi. Jigar sirrozi bildirmaydi ekan. Men o'zim ishxonamdan javob so'rab, kattalarga, nachalniklarga aytib, bir oyga otpuskaga chiqib ketdim. Kirganimga hech vaqt ham bo'lmadi. Shu yerga taomlar hammasi qarindoshlarim yig'ildida, o'g'li shu yerda ishlardi, firmada. Toshkentda. Firmada ishlardi. Ancha yildan beri. Topib bera olmay qoldim pul. Xudo shu davlat yordam berdi. Mahalla ko'mimiz yordam berdi, pul nima desak qilib berdi. Davolashga. Davlat hokimimizdan pul chiqarib berdi, yordam fond. Ishxona yordam berdi. Uyga boring dedi, bir bolalarni ko'rayin dedi. Keyin shuni uyga olib bordim. Shu kunduz kun soat 2 da bo'lmay qoldi keyin. Bolalar necha yoshda? 10 yosh, 9 yosh. Necha yil bo'ldi? 4 yil bo'ldi vafot etganiga. Kecha 40'ını chiqarib keldim, 4-chislak. Maqsadim bu yerga kelganim bu uylanish sirazi deyish emas. Tushundik biz sizni. Men yurganim ertaga biz ishxona Qirg'izga jo'natyapti-da. Ukajonim, ikkita bolaga kim sizga o'zini onasiday qaraydi bu bir? Onangiz bormilar? Bitta onam qoldi. Bundan 5 oy 6 oy oldin dadam berib qo'ydim. Ha. Oilada nechta farzand? Bir o'g'ilman, yolg'iz farzand. Opa singil yo'qmi? Yo'q, bir Juda yolg'iz qiyin. Tushunarli. Hozir onam ham pensioner. To'g'risi bir oyog'i oqsoqlab og'riydi. Endi hozir ketsangiz, ikkita bola onani qo'lida qolib ketadi. Onam o'zim eplayman dedi. Qanaqa qilib eplaydi To'xtamurod aka? Ona bechora o'zi Qirg'izistonga nafaqadagi zo'r yuratganlar. Endi ish qayerda desa, shaqa 2 oyga komandirashni jo'natyapti. Siz oilaviy sharoitingizni aytib, hozircha farzandlarni qarovsiz qolayotganligini ayting-da. Ishsiz qoladi. Ishsiz qolasan ham qarzim bor bo'ynimda. Qarzimni berishim kerak. Ha, ayolingiz uchun olgansizda. Ayolim uchun hamma yerdan olgan yig'ib. Qiyin. Ularım var. 2 oyga dedi. Ko'ryapsizmi? 6 oyga ketgan bolalar. Men 2 oyga borib kelsam deb ruxsat oldim. Bitta meni muhlat berdi. 2 oyga sen borib kelasan deb. Ha. O'shaning ichida bitta yarimta uchrashsa O'shani olib yaxshi. turib men shu gaplashib shu yoqda sinab, masalan, 5 xil barobar emas. Ayolimdan ham yomonlik ko'rganim yo'q. Avvalambor buni qaynatamga mingdan ming rahmat. Buni qaynam paralej bo'lsa ham qo'ldan kelgan yordamni qildi. Men sabab bo'layotgan mana shu ayolimdan men yomonlik ko'rgan joyim yo'q. Qaynatamdan yomonlik ko'rgan inson emasman. Mana bojamlarim qo'ldan kelgancha yordam qilib turdi. O'zlariga yarasha o'zlarining bola chaqasi bor. Shunchalik qo'liga yordam berdi menga. Qaynatamga ham bor. Shu men aytganim mingdan ming rahmat. Ikkinchisi onamga, o'zimning onamning o'rnida ona bo'lib yurgan eng katta xolamga mingdan ming rahmat. 2 farzandim meni baxtimga sog' salomat bo'lsin. Avvalam onam
sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Chunki bilasizmi, tiriklar o'liklar tirik dunyoda ayollarni ko'mganda ham baribir o'sha ahli ayollari ko'pincha shu erkaklar bilan birga bo'lar ekanda ruhi. Kelayotgan chog'ingizda ham ajab emas. Mana shu yergacha kelib hozir bizni kuzatib turgan bo'lsa ham, ilohim joyi jannatda bo'lgan bo'lsin va biz o'ylaymizki, ilohim mana shu ikki farzandi uchun ham chin dildan ilohim rozi bo'lsin shu ayolingiz. Keling, bo'lmasam endi bu daftarni buni yopmaymizda tarixga muhrlaylik. Shu inson bo'lgan, juda chiroyli umr kechirgansizlar, ikkita zurriyodingiz bor, lekin ming afsuski kasallik tufayli bu olamdan vaqtli o'tib ketgan. Omin opa, To'xtamurod aka. Bo'lmasam biz kelalikka nomzodlarimizni chaqirsak. Azizaxon Mavlonova, keling, 27 yoshda ekanlar, Samarqand viloyatidan kelibdilar, turmushga chiqmagan ekanlar, fermer ekanlar. Mavlonova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhabbatxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. To'xtamurod aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi, qizingizmi? Qizim, ha. Turmushga chiqmagan hali Turmushga qizingiz. chiqqani yo'q. Samarqandning qayerdan keldinglar? Pazarg'om tumanidan keldik. Shunda chiroyli moviy ko'zli qizimiz bor ekan, u Samarqand Azimda, Pastarg'onda. Ha. Bu qizim yolg'iz qizda. Shuning uchun o'zini orzusi shu farzandlarim ko'p bo'lsa deydi-da. Yaxshi-ku. Ha, ana shu orzusi shu bunada. Ha? Ha, men ham ana shu qizimning orqasidan ko'p nevaralar bo'lishini xohlayman. Ha? Shu nevaralarga o'ralishib qolishni xohlayman. Bu 22 yoshda erga berib yubormabsiz-da unda. Men kasal bo'lib qoldim. Ha. Keyin bu meni qaradi. Ha. Bu kasal qarashga ham usta. Qilmay qoldi. Farzandingizni bittaligining sababi nimada? 11 yil farzandimiz bo'lmadi. Shu bittagina qizimiz bor, Allohga shukr. Turmush o'rtog'ingiz bormi hozir? Bor, Xudoga shukr. Ha. Ikkovimiz sabr qildik. Mana bitta farzand bilan baxtli yashashyapti. Og'ir kunlar ham bo'ldi, yaxshi kunlar ham bo'ldi. Hammasiga sabr qildik va mehnat qildik. Fermer xo'jaliklaringiz bormi? Yo'q, fermer xo'jaligimiz yo'q. 20 sotik hovlimiz bor. Shunda tadbirkorlik qilamiz. Xo'jayinim boqib tashlagan uyda. Qizim bekor o'tirmaydi. Endi bizlarga uncha ko'p ishonmaydimi, nima qilib. Biron joyga ishga ham kirmadi o'zi. Tadbirkorlik qiladi, jo'ja boqadi. Mingtalab jo'ja boqamiz. Keyin kattartirib sotamiz. Juda qiynalgan vaqtlarimizda non qilib sotganman, patir qilib sotganman. Ra'noxon, qizingiz uylanmagan yigitga tegmoqchimi yo Taqdiri. taqdiri? Mana eng yaxshi javob. Yaxshi gap. Yaxshi gap. Menga yoqdi shu gap. Bolali bo'lsa ham bo'ladi. Ha. Bolani yaxshi ko'radi, juda Juda ham. yaxshi. Ana bolam ko'paysin degan ekan. Zora Xudo bir ikkita uchta bolalikni berib qo'ysa, o'zidan o'zi uchta bolali. Aziza, Aziza, ikkita bolangiz bo'lsa-da tasavvur qiling. Ha? 10 yosh, 9 yosh aytaylik-da. Oldida Xudoyim yana keyin qo'sh farzand, bir pastda yana ikkita tug'sin, ikkitasi bor. Ey, sizday boy badavlat odam bo'ladimi? Albatta. Yana Xudo bitta xohlasa. tomoni bor-da, Omin opa. Turmushga chiqish bu har bir qizni ezgu maqsadi. El yurt oldida salobat bilan ota-onasini non tuzini oqlab chiqish bu yaxshi narsa, qizim, Azizaxon. Lekin degan joyi bor, agarda o'sha inson ahli ayolni yo'qotgan bo'lsa, yana ham o'sha ayolning hurmatini chuqurroq qiladi, kaftada ko'taradi. Chunki u inson bir marta yo'qotib bo'ldi-da. Ayolini yo'qotish nima ekanligini faqat o'sha ayolni yo'qotgan erkaklar biladi. Juda ham og'ir azob bu. Har bir tunlarida bolasi yig'lagan paytda qo'shilib yig'lashlari. Tonggacha iloyim bolam og'rib qolmasin, ishimga eson-omon borib kelay. Kelgunimcha bolam tinchmikin, yana bir narsani yutib qo'ymadimikin? Ming bitta dunyolarda chulg'anib, ming bitta dunyolarda azob chekib zahmati bor-da buni, qizim. Shuning uchun ham azob chekib, yaxshi mehnatkash insonga tegsangiz peshanangizni yarqiratadi, ishoning. Xudo xolasa. Endi sening bitta gap. Mabodo juda o'tirgan kuyovlardan birontasiga qizingiz ma'qul bo'lib qolsa-yu, qizingizga bunisi ma'qul bo'lib qolsa, taqdiri bitilib qolsa, Aytib bo'lmaydi. Toshkentda yashaymiz deb qolsa, siz Toshkentga qizingizni qo'yib yuborasizmi, qo'yib yubormaysizmi? Ha. Qo'yib boramiz. Ha. Chunki men qizimga ishonaman, ro'zg'orda ham eplab ketadi, bolani ham qaraydi. Uzatilgan qizlar har 15 kun 20 kunda ota-onasini ko'rgani boradi-da. Siz endi yolg'iz qizingiz
Bir oyda, 2 oyda borsa ham xafa bo'lib qolmaysizmi? Yo'q. O'zim borib xabar olib turaman deng. Shunday. Xo'jayin ikkalamiz ichki kuyov qilmadik, xohlamadik. Qizim ham borib qaynotasini xizmatini qilsin. O'zim Yaxshi yomon kunlarini ko'rsin. yashang. Qaynlarni o'gitlarini, tanbehlarini eshitsin. Qaynni hech qachon yomonlikka boshqarmaydi. Ranapajon, nimaga yig'layapsiz? Yig'laganim yo'q, bir to'lib ketdim-da. Nimaga to'lyapsiz? Endi farzandingiz jindaligigami? Xo'jayinim aytdi, agar uyiga muhtojlik sezsa, mayli havlimdan joy beraman, lekin o'zi mehnatimdan qurib olsin shu uyda dedi. Agar xohlasa dedi. Bo'lmasam dedi, mayli qayerda bo'lsa baxtini bersin qizim dedi. To'g'ri, Yashaydi. Er xotin yaxshi yasharkansizlar. Yaxshi Xudo. Ma'qul yashaymiz. gap. Aziza qiz, Juda ham hayajon. xo'sh, badiiy kitoblar o'qiymizmi? Yo'q, o'qishga qiziqmayman. Nimaga qiziqasiz? Kino ko'rishga qiziqasizmi? Yo'q. Nimaga qiziqasiz? Qani ayting. Gullar ekaman. Gullar. Ana. Jo'jalar boqaman. Ana. Yigitlar savol bormi? Biz har narsaga tayyorlayapmiz endi qizimizni. Qani mabodo deb turibmiz. Menda savol yo'q. Xo'p, Ahmadjon marhamat. Menda ham savol yo'q. Bo'lmasam, Azizaxon bizga yoqdi. Juda ham bir jimgina eshitadigan qiz ekan. O'zi erkaklarga shunaqasi yoqadi, Azizaxon. Bo'lmasam, kitobni yaxshi ko'rmasangiz ham biz sizga kitob sovg'a qilamiz. Ha. Qamar kitob savdo do'konidan. Er xotinlik asoslari. O'qiysiz birga. Qizim o'qib berding. Ranapajon, siz ham sog' bo'ling, omon Rahmat. bo'ling. Ilohim shu qizimizni baxtini ko'ring. Rahmat. Saxtini ko'ring ilohim. Rahmat. Farzandlarni ko'payib, uvala chuvali bo'lib, bizga o'xshab keyin o'tirgan paytingizda bitta kelinglar deysan Marhaba Karimova. Voy qizlarim, navbat bilan kelinglar. Voy tomga chiqma. Voy daraxtda nima bor? Voy dodani hassasini joyiga qo'y deb. Ana shunaqa qilib o'tirasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Eshittirishlaringizga Allohim baraka bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar, xo'p. Omon bo'ling. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195 6000. Azizlar, mana shunday hangomalar va taqdirlar. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Yulduzxon Nuriddinova 36 yoshda ekanlar, Qashqadaryo viloyatidan kelibdilar. Ajrashgan ekanlar, kasblari esa hamshira ekan. Keling Yulduzxon. Iste'mol qilganligi sabab u bilan ajrashishga majbur bo'lgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi Yulduzxon? Yaxshimisiz? Ha, Qashqadaryodan kelibsiz. Hamshira bo'lib ishlaysizmi hozir ham? Ha. Qayerda? Yakkaboq tuman bolalar shifoxonasida. Ha. Ota-onangiz yaxshi. haqida gapiringchi. Ota-onam borlar, Xudoga shukr. Badavlat odam ekansiz, ha? Yulduzjon, hammasi uyli joyli bo'lib ketdimi? Ha. Yo'q, men 4-farzandlari bo'laman. Men hayotim ozgina chigalroq bo'lib o'xshamadi. Aha. Necha yil yashadingiz eringiz bilan? 4 yil. Nimasi o'xshamay qoldi? Ichardi, ichib urardi. Oxirgi martasida begonalarning ichiga ichib olib kirgandan keyin men o'zim Begonalarning ichiga olib kirdi? Yo, endi o'zini ahli ayolini ham shunaqa qiladimi? Men o'zim keyin yashamaslikka ahd qildim. To'g'ri qilibsiz. Bolalarni olib ketdingiz. Olib ketdim. Uy joyini ham tashladingiz. Uy kvartiraga yashardik. U bilan kvartirada yasharmidinglar? Uyi yo'qmidi o'zini? Yo'q. Uyi bo'lmasa, joyi bo'lmasa nimasiga ichadi? Men ko'p harakat qildim. 4 yil mobaynida ham iltimos ham qildim. Xohlasangiz davolatamiz dedim. Nash aka-ukalar bilan birlashib siz davolatib ichmaymiz. Normal hayot yashaymiz. Harakat qilib ko'rdim, lekin bo'lmadi. Hayot juda ham qiyin qizim. Juda ham qiyin. Biz o'ylaganimizdan ham murakkabda. Har yaxshinga bir yomon, har yomoningga bir yaxshi yubordim deb yaratgan egam shu sabrli bandalarga shunaqangi sinovlar yuboradimi? Biz endi uni ishxonasiga tegib bo'lmaydi. Uni dasturi mukammal. U o'zi biladi kim bilan kimni duch qilishini. Kimni qanchaga sabri yetishini ham biladi. Shuning uchun ham siz yaxshiga o'sha yomonni yuborganda Yulduzxon, o'sha eng bir sizga tegib ketgan lahzasidan keyingi turib ketgan oningizni gapirib berib bilasizmi? Bizaga qish vaqti edi. Rosa qor yomg'ir avjida edi. Rosa qiynalgan o'sha vaqtimiz, hatto yoqishga o'tinimiz bo'lmaganda, men bolamni qorni tagida kolyaskaga qo'yib, o'tin qilib, o'sha o'tinni pechkaga yoqib kun o'tkazardim deb.
o'sha ustalar menga rahmi keldimi, bolalarimga rahmi keldimi, unisini bilmadim, xudo biladi. Katta qopda o'tin terib qordan olib kelib berishdi. Keyin sizlar qiynalyapsizlar, shuni yoqib bolalaring qarab turinglar. Hatto bolam yemalmay qoldi o'sha vaqtda. Sog'ligidan. Sovuqqa qotib qoldi, lablari titrab, umuman o'z holatini yo'qotdi. Men sirasi bakaloshkaga, pechkaga issiq suv qilib bolalarim eshigida edi. O'g'lim oyog'iga qo'yib qarab birinchi yordam ko'rsatishga harakat qildim. Qizim titraganda gapirmay qoldi, rosa sovuq kun edi. Bilmadim qanaqa yetib bordi erimga. Men shunaqa o'sha xurlagan esimdan chiqmaydi-ki, bolalarim tasha otib yuborishga majbur bo'ldi. Ichgan holatda. Men hech kimga ayta olmadim. Chunki ayamning yuragi ezilmasin dedi. Telefon qila olmadim. Даже men oyoq qo'lim stress holatga tushib o'zim o'ynolmay qolganimda tez yordam kelganda ham erim ichishga davom etardi. O'sha holatda ham o'tkardim men. Даже ertasi kuni ichib yana begonalarni ichiga olib kirgandan keyin men chidolmadim. Menga bunaqa hayot kerak emas. Uzr, men kechiring. Men yolg'iz boqsam, Xudodan so'rayman. Shu ikkita bolam rizqini faqat men tinch qo'ying deyishga majbur bo'ldim. Yaxshi qilibsiz. U erkak bilan yashab bo'ladimi? Shunday qizim, uzr so'rayman yaralaringizni tirnaganim uchun. Chunki bilasizmi, har bitta shu oila ostonasidagi turgan qizlarimiz, singillarimiz uchun mana shu hayot ularga dars bo'lsin deymiz qizim. Shunchaki mana shu yor dasturi odamlar o'ylaganchalik yengil tak ko'rsatuv emas qizim. Bu o'sha dardlilar uchun. Bu o'sha yolg'izlar uchun malham bo'la oladigan jamiyatdagi eng kerakli ko'rsatuv. Buni faqat yolg'iz bo'lgan va aynan mana shu dardlarni boshdan kechirgan insonlar va ular bilan birga yig'lab, birga zahmat chekadigan ota-onalar tushunadi qizim. Yulduzxon, u hayot kitobingizni yopamiz. Bugun siz uchun yangi hayot sahifasi ochiladi. Yangi hayot sahifasini qabul qilishga tayyormisiz, asalim? Xudo xohlasa. O'shaning uchun keldingiz-da, qiynalgandan kelganda. Albatta. Hali Xudo xohlasa bu 4 yoshar, 6 yoshar farzandlaringiz sizga shunaqangi chiroyli baxtlarni ato etadi. Ularni hozir bu yosh paytida Omirapa shunda olib borda endi. Shunda dedimga topshirdi mehribonlik uyiga, To'xtamurod aka bilganini qiladi. Boshqa ona bo'lganda. Ha, qiladi shu ishni. Qilganlar ham. Menga nima deydi? Menga nima deydi? Deydi, mana bu bo'lsa deydi. Bolalarim ham bo'lsa, men stressda deydi, o'lib qolay dedim deydi. Masalan, men ham bir marta kelib ketaman dunyoga. Yo'q, azizlar, o'shaning uchun men har gal ko'rsatuvlarimizda narsani ta'kidlayman. Biz faqat insonlargagina ayollik maqomi berilgan. U nima? Onalikdan ustun turadigan bir maqom borkim, bu ayollik maqomi. Bu qanday insonlarga beriladi? Bu mana shu hayotning eng og'ir lahzalarida oilasini tishida tishlab qoladiganlar. Farzandi uchun yashaydiganlar. Butun jonini baxshida qiladi. Qizim, siz mana shunday sadoqatli ayollarning sirasiga kirasiz. Sizni tarbiyalagan ota-onangizga ming rahmat. Ilohim sizdaka farzandlari uchun yashaydigan ayollarimiz hamisha shunaqa iymoni o'zi bilan bo'lsin ilohim. Hozir Qashqadaryoda yashaysizmi? Ota-onangiz uyida, bolalaringiz o'sha yerda. O'sha yerda. Ha, yaxshi. Bog'chaga boradimi? Bog'chaga. Ha, yaxshi. Ota-onangiz ham sizga qarab mo'ltillab turadi-da. Men aytaman Omin opa, ayol qalbini hali ham kashf eta olmagan hech kim. To'g'ri. Shundoq bir inson bor ekan, bolasini ustiga tosh ag'darilib kelayotganda eshitgandirsizlar ehtimol. O'sha mana siz sifatmensiz, o'sha toshni ushlab qolgan ekan, kelib o'lchashsa, buni hattoki 4 ta og'ir yuk ko'taradigan mashina nima deydi otini bilmayman. O'sha bilan ham ko'tarish olmagan ekanda, qarang. O'shancha toshni ko'tarib turgan ekan ona. Ayollarning kuchi bilan hazillashmaslik kerak. Ayol suysa dildan suyadi, agar kuysa chindan kuyadi. Lekin yonsa qaqnus misoli oqlaridan dunyo yonadi. Hayhot ayol qalbini o'yinchoq qilmang. Hech kimga qalbingizni o'yinchoq qilishga qo'ymang qizim. Sizni qalbingiz Allohga tegishli. Uni hech kimga bosib o'tishga, yanchib o'tishga, o'yinchoq qilishga yo'l qo'ymang. Juda ham og'ir qismat ekan. Mana shu vaziyatdan chiqib ketamiz-da endi. Bizga ham oson emas, to'g'ri tushunasizlar umidamiz. Hattoki shunday bir holat bo'lgan ekan, ilohim hech kimga ko'rsatmasin bu holatni. Avtohalokatda erkak kishi bilan ayol kishi bir xil qon yo'qotgan, lekin erkak kishi qazo qilgan. Ayolga balo ham urmagan. O'shancha aytishadiki, ayolning joni 40 ta.
41 deyapti endi. Hattoki yana bittasini qo'shib aytishadiki 41 deyishadi, lekin bilmaysizki, bu 41 jonimiz qildanda nozik. Nozik. Ammo bizni xo'rlasangiz, biz shunaqangi kuchli bo'lamizki, hattoki o'sha erkaklar sevatadigan o'sha 10 boshli ajdarga aylanamiz. Shuning uchun ham ayolni qalbini o'sha ajdarga aylantirmasdan oldin harakatingizni qiling. U sizga yerda o'rmalab ilonday xizmatingizni qiladi. Bosh ko'tarilmasin-da. Yulduzxon Assalom, endi Allohdan qanday bir inson so'rayapsiz? Iymonli, e'tiqodli. Eng avvalo mana bolalarimni hurmat qilib, Albatta. Xudoni taniydigan inson bo'lsa, chimaydi degan umiddaman. Xudodan eng avvalo shuni so'raymanki, har bitta ayol, har bitta ota o'z bolasini normal tarbiyalash uchun avvalo Xudoni tanisa deb o'ylayman. Qoshimjon Ahmadjon, marhamat. Endi men kelishimdan maqsad shu bir nafar farzandi bor, qidirib kelganman. Ha, mayli. Yuragimda shu. Har kim endi ko'nglidagisini mayli. Qoshimjon, to'g'ri. Xo'p, Ahmadjon? 5 yil 6 yil yashab farzand ko'rmagan qiz bo'lsa degan niyatda kelgandim. Xo'p, yaxshi. Mayli. Qiz bola bo'lsa ham farzandim, onamda, hammasidan keyin meni ko'rsa bo'ldi. Yaxshi. Yulduzxon. Ikkita bolangizni ismlari qanaqa? Sabrina, Mahmudjon. Sabrinaxon va Mahmudjonlar, qanchalik baxtlisiz. Xudo xohlasa hozir 4 yosh, 6 yosh bular tushunadimi, tushunmaydimi? Biz o'ylaymizki, Xudo xohlasa Yulduzxon mana shu ko'rsatuvni ko'rib ham onajonim, ming rahmat sizga deydi. Ilohim, ayni damda mana shu Yulduzxonni ko'rayotganlar bo'lsa va men ikkita bolasi bilan shu insonni turmush o'rtog'i bo'lishga va ikkita mana shu bolasini boshini silashga tayyorman deydiganlar bo'lsa, marhamat azizlar. Demak, Yulduzxon Nuriddinova 36 yoshdalar, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan kelganlar, ajrashganlar, kasblari hamshira, ikkita farzandlari bor, 4 yosh, 6 yoshli farzandlari bor. Sog' bo'ling, Yulduzxon. Sizga ming rahmat. Xamar nimasidan xotinlik asoslari. Mana jonim. Bolalaringizga bosh bo'ling, Xudo xolasa baxtingiz ochiladi. Xudo xolasa. Sog' bo'ling. Bolalaringizga otalik qiladigan inson topiladi. Bo'lmasam sizlarni ko'ngillaringizni ham so'radik. Menga ham shu bir nafar o'g'limi yoki bir qiz farzandimi bo'lsa, shuni men o'zim shu boshini silasam, shu ota mehrini bersam degan niyatim bor. Lekin oilaviy sharoitim kelib chiqqan holatda ota-onamga tupetga aytdim, boshida aytib o'tdim. Bizni opa-singillar hammasi turmushga chiqib ketgan. Hammasi joyli, uyli nima. Endi men o'zimman. Uyingiz bormi, joy? Uy joyim endi Andijonda bor. Toshkentdachi? Toshkentda kvartirada turib endi ish qilyapti-da. Lekin uy olish niyatim bor. Shuning uchun uylansangiz bu yerda turasizmi yo u yoqda? Bu yerda turamiz, hayit bayramlarda uyga ham boramiz. Ha, endi bayram arafasidagi borishlari haqi emas. Ha. Asosiy shu Toshkentda turamiz. Demak, azizlar, ayni damda ekraningizda Hoshimjon Ibragimovni yana bir marotaba eslatib o'tamiz. 37 yoshdalar. Asli Andijon viloyatidan, hozirda esa Toshkent shahrida istiqomat qiladilar. Ajrashganlar. Andijonning Paxtobod tumanidan kelganlar. Demak, qonuniy ajrashgan. Xo'sh, Ahmadjon Xudoyberdiyevga keladigan bo'lsak, 35 yoshdalar, Sirdaryo viloyatidan kelganlar, Oqoltin tumanidan. Ahli ayollari vafot etgan, 2 farzandlari bor, 9 yosh, 10 yosh. Qurilish firmasida ustachilik qiladilar. Bizda mana shunaqangi gaplar. Sizlarga rahmat, Hojiya. Uzoq umrlar ko'ringlar, To'xtamurod aka. Rahmat. Hojona sizga ming 100 yoshlarga rahmat. oshib yuringlar. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Lekin efiriz doimo kuzatib boramiz. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yorug' yuzlarda yana ko'rishaylik. Amin. Rahmat. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Baxtinglar ochilsin, ukajonlarimiz. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195 6000. Xo'sh, marhamat pir va davlatlarim, xulosa. Endi xulosaga kelsak, ikkala yigit ham yaxshi. Hoshimjon ham, Ahmad ham. Bir-biridan yaxshi yigitlar ekan. Bir-biridan. Ularimiz bugun juda ham yaxshi. Bugungi qizlarimiz bularga to'g'ri kelmadi-da. Chunki bittasiga bitta bolalik kerak ekan, ikkinchisiga iloji bo'lsa qiz bola bo'lsin dedi, bolasi bo'lmasin dedi, chunki o'zida ikkita bola bor ekan. Balki ekran orqali ko'rib turganlar o'z fikrini bildirar, ularni ham o'zini ikkinchi tomoni topilar. Aziza qiz menga juda yoqdi.
shunaqangi tarbiyali qiz ekan. Endi uni olgan inson baxtli saodatli bo'ladi. Chunki mehnat bilan tarbiya qilganda, onasi, otasi bir ko'z bilan shuni voyaga yetkazgan, tarbiyalagan ekanda. Endi mana bu Yulduzga kelsak, juda ham hayoti og'ir o'tganda. Endi bu bitta oilani tinchitadi, qachonki ikkita bolasiga mehr bersa. Albatta. Ikkita bolasini tashab ketmagan. Hali boya aytdingiz-ku siz, domlaga tashab ketadi boshqa. Bu bolalarga o'zini qurbon qilyapti-da. Mayli, Xudoya baraka topsin. Bolalariga mehribon bo'ladigan ota topilsin. Albatta, albatta. Xo'sh, To'xtamurod aka. Endi mana ikkita kuyovlikka nomzodlar ikkala ham yoqdi. Menga ham bolalar yoqdi. ekanda faqat suv tugaganda baliq tutgani kelib qolishibdi. O'zlari xohlagan, istagan qizlar bor edi. Bor edi. Bundan Aziza misolchi bor edi. Endi bular kelganda bular istagan narsa to'g'ri kelmay qoldi. Yo'q, bilmadim. Masalan, shaxsan men Ahmadni o'rnida bo'lganimda agar mabodo deb aytyapman. Azizaxonni olardi. Azizaxonga uylangan bo'lardim. Sababi ikkita bolasini boshini silardi va unga o'ziga farzand berardi. Hattoki men buni sekingina shami ham qilib qo'ydim. Buni tanlaydi ham deb o'yladim. Ha, Hoshimjon masalan, shu ikkita bolasi bilan Yulduzga uylansa bo'lardi. Chunki bitta bolali debdi. Bitta bola joyida ikkinchi bola ham bor. Albatta, hech narsa qilmasdi. Bu ikkita yetimning boshini silasa, Allohim ajrini berardi. Albatta, yana ikkita tug'ib berardi. Bo'ldi. Shu bilan bitta oila tashkil bo'lardi, lekin nimagadir har ikkala kuyovimiz ham salbini u yoq bu yoq qilib gaplarni aylantirishdi, lekin o'zlari biladi. Taqdir ularniki. Hech kim majburlamaymiz. Hech narsaga majburlash yo'q. Va ko'ngil bilan hech qachon hazillashib bo'lmaydi. Biz ularni majburlay olmaymiz. Lekin eng asosiy fakt shundaki, Azizaxon ham, Yulduz ham bir-biridan yaxshi qizlar ekan. Juda yaxshi. Yaxshi qizlar ekan. Bitta oilani eplab ketadigan qizlar. Albatta, mehnatkash qizlar ekan. Ota-onasiga ming rahmat. Ayniqsa Yulduzning hikoyasi meni yuraklarim to'xtab qoldi. To'xtab qoldi, meni ham yuragim to'xtadi. Juda ham yomon bo'ldim. Har bir inson o'z Allohning oldida qilmishlariga o'zi javob beradi. Yo'q, erkakni ishini qilmagan erkak emas. Ana. Mana shu gapingiz to'g'ri. Xo'sh, xayrlashamiz. Xayrlashamiz. Sog' salomat bo'linglar. Xudoya xudovanda bolanglarni dog'ini ko'rmanglar, baxtini ko'ringlar. Hammanglarni bola chaqanglar qo'sha qarisin, o'shalarni rohatini ko'rib yurish hammanglarga nasib qilsin. Biz esa so'yinib o'tiraylik. O'zbekistonda ajralish yo'q, O'zbekistonda yolg'izlar yo'q deb. Salomat bo'linglar. Dastur so'ngida yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'taman azizlar. Demakki, Qamar kitob savdo do'koniga, Semiya Collection'ga va albatta volidam, shuningdek Kibilxonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, bugun bizda mana shunday hangomalar edi. 4 insondan 4 xil taqdirni eshitdingiz, 4 xil hikoyalarni tingladingiz. Nima ham derdik? Hayot kimga berdi gulu, kimgadir xazon. Kimga shodlik berdi, kimgadir armon. Yaratgan nigohi taqdirning yo'li. Bu sening yo'lingdir. Seniki inson. Ilohim taqdirnavis barchamizning peshonamizga go'zal va chiroyli taqdirlarni bitgani rost bo'lsin. Didorlashguncha omon bo'ling azizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.